Yoz bersan, ben ko'chaga chiqdi deb och kamerani. Davay, och hammasini operatsiyonnigacha chiqasizlaring. Xususiy klinika bor aybni Kokoshning o'ziga yukladi. Chiqqanimni barakameraga. Tuhmat qolsalar ikkinchi kundan. Abbosning kirdikorlari fosh bo'ldi. Nimaga bu gapirib chiqmayapti desak, bu klinikani ambasadori ekan-ku bu. O'shuncha g'irring demay o'tiribdi ekan. Soqqalarini sanab olgan ekanda bu Abbos akami. Bilak, dugoning, ertadan kechgacha billa video qilarding. Qani odamgarchilik, odamiylik qani? Pulini kechib qo'yib, billa dugoningni tarafini olmaysanmi? Beti yo'q. O'l erkak bo'lmay, o'l sendaqa erkaklar. Ko'rdinglarmi, zamon o'zgarib ketganini? Dugonasi billa shuncha PR qilib berdi bechora Kokosh. Odam o'lib ketadimi, tirik qoladimi? Pulini olib qo'yganda, pul qiziqroqda-chi Kokosh. Birovni bitta hayoti qiziq emas, billa odamlar shunaqa noinsof bo'lib ketgan. Kecha billa mashinalar podarka qilyapman, unaqa qilyapman deb videolar qilib Kokosh og'ir ahvolda qolganda shapet tashab qo'ydi. Господи, konchini, sen erkakmisan? Yana meni transvestit deysizlar. Erkaklarda insof qaqi ketdi, erkaklik qani? Tasdan keyin hozir mana skori chaqirdik, 02 chaqirdik, qo'rg'illarga ketdik. Onalari qo'rqib ketdi, mazalari bo'lmayapti. Mana dodlaganimizdan keyin bu yerga xodimlar kelib yordam berishyapti. Do etib 5 minut hech kim, necha minut kelmadi hech kim? Necha minut kelmadi maza qilmagandan keyin? Hech kim chaqirmadi, chaqirsa ham kelmadi hech kim. Mana endi kelishyapti. Videoga olish kerak, kamera qilish kerak, keyin bularning xodimlari yordam berar. Kungacha hech kim yordam bermas ekan. Yuradi og'riyo'mi? Grelka bormi? Grelka olib kelinglar, oyog'iga qo'yinglar. Yo'q, oyoq buzyapti-ku. Yo'q, men bu xodim, men bu vrach, juda yaxshi vrach keldi. Qarab, bilmayman, bu klinikada ishlayotgan boshqa vrachlar kelmadi. Yugurib, amitov olib chiqdilar. Skorilar kelgan, lekin bularga qaraydigan mana shu medkonsultantiya vrachlar, ya'ni dejurniy vrachlari hali ham yo'q. Umid aka deganda umuman yo'q. Mana hali ham Kokosh yotibdi. Mana skori shu yerda o'tirishibdi mana. Vrachlar qochib ketdi deydi. Yo'q, hech qanaqa. Vrachlar umuman yo'q. Odam yo'q. Hozir onalarning mazasi bo'lmay qoldi. Doktor chaqirdik. Hattoki bularda ekstremniy yordam yo'q, skoridan dorisini olishyapti. Biza hozir qonuniy chora ko'rishni umuman xalqdan so'rab qolamiz va e'tiborli bo'linglar. Sog'liq albatta inson uchun muhim. Bunaqa holatga tushish biza vrach bilan, Turkiyaning vrachi bilan bog'lab berdik. Gaplashdi, Turkiyaning vrachi bizga yuboring dedi, holatni tushuntirdi. Shunga qaramasdan bular boshqa o'yin qilib tashlashdi. Даже davlatning vrachini oldiga ham mana kelib, meni qornimni ochib ko'rsatib berishmayapti. Mana 103 ga ham qornim ochib ko'rsatilmayapti. Hech kim yo'q mana doktor. O'sha yarim soatdan ham oshdi kelmayapti hech kim. Даже dejurniy Hammasi qochib ketdi bular. Skoriylar kelganiga уже yarim soat bo'ldi, pashta. Mana hali bitta ham dejurniy vrachlar kelmayapti. Bular kutib turishibdi. Bular bu apparatni ochish uchun, bular tegmanglar degan. Bular guvohlik uchun chaqiryapti, lekin hech kim kelmayapti. Mana biz nechta odam tushib chiqdik, chaqirtirdik. Birontasi hali kelgani yo'q. Yo'qmish, bilishmas ekan. Telefon qilsa, dejurniy hech kim yo'q. Hech kimi yo'q. Qanaqa vrachlar bo'lishi kerak, men bilmayman. Umuman, eshitayli chaqirtirsak ham hech kim kelmayapti. Mana bular уже turibdi. Boydan beri mana narsalarini ochib ko'rishmoqchi, diagnoz qo'yish uchun. Hozir men bitta video qo'yaman, iltimos hammalar ahamiyatli bo'linglar. Hozir bu yerda bizga shunaqa ajoyib xat qilib berishdi. Boshqa narsalar bo'lyapti, boshqa narsaga aylanib ketdi. Yaxshilik bilan hal qilamiz degan narsani yomonlikka olishyapti. Bu klinikaga umuman kelmanglar. Sog'liqni saqlash vazirligi, prokuratura, davaychi aloqaga chiqinglar. Nima odam o'lib berish kerakmi? Shunchalik ham sog'liq sizlar uchun befarqmi? Biza yaxshilik bilan hal qilamiz degan holatda bu holat bo'lgani yo'q. Hozir 3 ta 4 ta jabrlanuvchi bor. Bu klinikadan jabr ko'rganlar hammasiga yozaman deb turibdi. Shunaqa tuhmatlar bilan yozishyapti. Yaxshilik bilan harakat qilib, hozir Turkiyadagi vrachlar bilan o'la berdi. Turkiyadagi vrachlar aytishdiki, bu narsani oddiy tikib qo'ysang dedi, onkologiyaga olib keladi. Buni dedi, biz 20 kun o'tamiz, srochno yuborgin Turkiyaga, lecheniya qilib keyin operatsiya qilamiz. Sizlar aytgan metodda qilinsa dedi, keyinchalik onkologiyaga olib keladi deb tushuntirishdi. Hozir 4 ta vrach gaplashdi konsulium qilib. Lekin bergan xatini hozir ko'ringlar, sizlarga qo'yaman. Kamerani ochman, 3-chi kun ko'chaga chiqqanman. Davay.
Yozmayapsan, men ko'chaga chiqdi deb. Och kamerani. Davay, och hammasini operatsiyonnigacha chiqazlaring. Tez. Ikkinchi kun ko'chaga chiqqanimni bara kameraga. Tuhmat qolsalar ikkinchi kundandir. Sabr bilan Alloh shifo bersin sizga endi. Boshqa mani gapim yo'q, boshqa umidam yo'q menimcha. Setdan sanam chiqib ketsam bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'lasiz. Chiqib ketsam bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'lasiz. Xudo xolasa. Surtirmayapti, o'zicha aqllilik qoldi, lekin bu o'zi men qatori odam bu. Hozir mana siz shu vrachchi formasiga qarab, siz hozir sizda ayb yo'q aka. Men просто bu bolani tafsillar beryapman. Vrach formasida sizga aytyapti, ochishga haqqingiz yo'q deb buyruq berishga haqqi bo'lyapti. Yo'q, ochishga haqqingiz o'zingizlar bilasizlar dedingiz. Hozir videoda hammasi turibdi. Lekin siz bunga haqqingiz yo'q. Siz mendek odamsiz. Sizni bitta dokumentingiz ham yo'qligini bildim va siz institut qo'yotgan odamsiz. Sizni даже operatsiyonga kirishga qonuniy hech narsa hujjatingiz yo'q. Nimaga siz hozir meni ochib turmaslikka buyruq berasiz? Siz men qatori odamsiz hozir. O'sha Umid aka bo'lmasa, mana katta vrach edi Umid aka. Qani kesillar. Ular bo'lmasa, bu yoqda mas'ul kim? Umid akadan boshqa. Yo 100 ta 200 ta doktorga faqat Umid aka bittami doktoringiz sizlar? Shu savolimga mana kim hozir sizdan boshqa mas'ul dokumenti bor doktor menga kirsin bu yoqqa. Davay, o'sha ochittiraman, mana dokumentim bor, ochittiraman deydigan.